Ayollar ko'proq uxlashi kerak. Olimlarning tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollar erkaklardan 1 soat ko'proq uxlashi kerak ekan. Tadqiqotda 950 nafar odam qatnashgan. Ishtirokchilarning uyqu vaqtidagi miya faoliyati tahlil qilindi va quyidagi faktlar asoslandi. Miya faolligi va murakkab vazifalar. Ayollarning miyasi ko'p vazifali bo'lishga moyil. Ular bir vaqtning o'zida bir nechta ishni bajarishga harakat qilishadi va bu uchun erkaklarga qaraganda ko'proq quvvat sarflashadi. Bundan tashqari, ayollar miyasining har ikkala yarim shari ham bir xil faollikda ishlaydi. Erkaklarda esa faqat bitta yarim shar faol ishlashi aniqlangan. Qolaversa, ayollarning gormonal sikllari uyqu sifatiga ta'sir qiladi. Estrogen va progesteron darajalarining o'zgarishi uyquni buzishi mumkin. Bu esa tanani tiklash uchun qo'shimcha uyquni talab qiladi. Ayollar tanasining hujayralari va mushaklari tiklanish jarayonida erkaklarga qaraganda ko'proq energiya talab qiladi. Ayniqsa, homiladorlik va bolani emizish davrida bu jarayon yanada kuchayadi. Biroq uyqu sifati ham muhim. Ayollar har doim ko'p uxlashmaydi, lekin ular uchun sifatli va yetarli uyqu muhimroq hisoblanadi. Videoni kimga jo'natishni bilasiz?